Qo'yamiz. Ana bo'ldi. Remontdan ham chiqdi. Ana eshiklar yangi. Hammaga salom do'stlar. Sizlar bilan men Sam. Do'stlar, bugun mana shu uyimni qurdirdim va to'g'rirog'i bir hafta vaqt ketdi. Qurilishiga ham tez qurib berishdi. Nima? Mebellarni ham shu zakaz qilganimdek. O'tgan videoni ko'rmagan bo'lsangiz hozirroq ko'ring. Meni uyim yonib ketgan edi. O'tgan video ko'rganlar bo'lsa biladi. Xo'sh, hozir men yana nimam qolib ketdi? Ha, anaqani. Mike uyida notebookim qolib ketdi. Hozir o'shani olgani boramiz. Xo'p, ketdik bo'lmasa videoga like, kanalga obuna bo'lishni unutmanglar. Xo'sh, ketdik bo'lmasa do'stlar, mana eshiklarni yopdim. Hop, ketdik ana. Mike uyida bo'lishi kerak. Eshik ochamiz. Qani, pissalar keching. O, Mike, salom, yaxshimisiz? Tuzimsiz? Salom. Ha, notebookimni olib kelgandim. Uyimni ko'rasizmi? Uyim zo'r. Mebellarni ham joyladim. Ha, ko'ramiz. Xoningizni bo'shatib beraman. Meni pullarim mana shu. Pulim ko'payib qoptimi? Yarimi siznikimidi? O'zingizniki bilan qo'shilib qopti shekilli. Bilmadim, lekin meni pulim yo'q edi o'tda. Ko'ring, lekin menda $48 qo'yandi. Men bitta yana 1 staku $16 qo'shilib qopti. Sizniki bo'lish kerak. Qo'ying. Menimcha, menda shu $48 qo'yandi. Men bularni olib qo'ying. Narsalarimni olib ketishim kerak. Xo'sh. Rahmat sizga, Mike. Yuring, uyimni ko'ring, xohlasangiz. Ha. Biznes qilamizmi? Qanaqa? O'tgan videoda aytdingiz, kiyim do'kon ochmoqchi edik-ku. Ochsak, ochaveramiz. Menda $48 bor. Sizda boyagi pullaringiz bilan nech pul bo'ldi? Mike, nima deysiz, borib gaplashamizmi? Sizda nech pul bor? Ketdik, anaqa. Mike, ketdik. Yuring. Xabarda bo'lish kerak. Ha. Hozir ko'taryapti. Alo? Assalomu alaykum. Kimsiz? Men mana u arendaga qo'yilgan joyni sotmoqchi edim-da. O'shanga qancha gaplashsak bo'ladi? 3000. $3000. $3000 otdi. Nima qilamiz? Mayli, sotaveramiz. Bo'lmasa men 3000 ga sotib olaman. Qachon gaplashsak bo'ladi? Dokument shunga o'xshagan narsalar. Yo'q aka, bizda qog'ozbozlik ketmaydi. Shunchaki pulni berasiz, do'kon sizniki. Rasmiylashtirib beraman. Bizga o'shanaki gap kelishib ketamiz-da u yog'ini. Ha, tushunarli. Pulini joyida to'laysizmi? 3000 ni yo bo'libmi? Joyida to'laymizmi? Joyida to'lasangiz, agar arzonroq beraman. Bo'ldi, men joyida to'laymoqchiman. Joyida to'layman. Aha, bo'ldi. Bo'lmasa hozir boraman akajon, gaplashamiz o'sha yerda. Ha, bo'ldi, siz kutamiz. Shu do'konni oldidamiz. Xo'p. Do'stlar, qachon kelarkan? Assalomu alaykum. Aka, yaxshimisiz? Sizmisiz? Ha, yaxshimisiz? Siz bilan gaplashuvdik. Ha, men bilan gaplashuvdingiz. Mike. Aka keldilar, ke. Ha, qo'raman, aka. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Kelinglar. Xo'sh, do'konni sotmoqchi ekansizlar. 3,5 desam bo'ladimi? Yo, 3000 mi? Senga qaysi narx yaxshi? 3000 mi? 3000 deylik, aka. Ha, mayli, bo'pti, 3000. Axir men arzon qilib beraman-ku telefonda. Gapimga disto qilish kerak, mayli. Bo'lmasa 3000 ga aniq qilinsa, ertagina to'g'risi bo'lsanglar, nomingizga rasmiylashtirib beraman. Bo'ldi, aka. Bo'ldi, 5 oling. Bo'ldi. Bering mashina. Ha, menga berdi. Bo'ldi, kalitini ol. Bo'ldi. Aka, rahmat sizga pulni gaplashdik, bo'ldi. Omad joni hisob bo'lsin, aka. Eshikni ochamiz, kiramiz. Eshik ochiq ekan o'zi. Taxtani olib tashlaylik, ishlar qilyapti. Va o'zim olyapman. Poli ham yo'q, o'tdi 3000 deydi. Mayli, bu pol qildiramiz. Siz nima kecha taxtani zakaz qildim-ku? Qurish o'shandan ortiqcha bor edi, sizga beraymi? Qolamizmi? Nima deysiz? Hozir olib kelaman. Va nihoyat uyga ham yetib keldim. Daraxtlarni olayotgancha mashqa qilgandim. Mana 2 ta dona. Aytmoqchiman, pullarni ham zakaz qilib qo'y. Hozir kiyimlarni bo'yamay ketayotganda mana zakaz uramiz. Hop, mana anaqa kattasidan kichkinasi bo'ldi. Hammasi urdim.
Aytmoqchi yana bitta notebook bilan kassa stolini. Bo'ldi yetadi do'stlar. Keyin bitta bankomat esimdan chiqdi. Bankomat qo'yamiz. O'shanda bizdan ko'proq foydalanishadi. Magazinimiz oldi. Qishloqda pashti bankomat yo'q. Yengillik kiritaylik mayli. Mana bosdim bo'ldi. Yetadi zakaz urdim bo'ldi. Mayk bilan gaplashamiz yo'qmi? Xo'sh ketdik. Eshiklarni yopamiz. Mayk. Hozir yuguramiz. Hey Mayk. Anaqa men keldim, mana taxtalarni olib keldim. Taxtalarni olib keldim. Endi bor edi. Mana anaqasidan olib keldim. Anaqaga Yo'q, qo'ysangchi boshqa chora qilaylik. Yengillik kiritaylik do'konga. Qishloqda qarang, daraxt yo'q. Keyin men uyimga shunaqasidan qiluvdim. Shunaqasini zakaz qiluvdim. Nima? Adash zakaz qildim. Yarmini? Mayli, bir stak so'raylik. Yo'qni davom etamiz tezroq. Men kiyimlarni zakaz qo'ydim. Kassa apparati, kassa stoli demoqchidim. Shularni zakaz qildim. Bankomat ham zakaz qildim. Bankomat nima deysan? Biz uraman, sen nima qil? Qo'yib ketursan. Bo'ldi yetadi. Bo'ldi, necha ketdik. Bo'ldi, bizamiz oynalar nima qilamiz? Oynalar anaqa qaysidir qishloqda bo'lardi. Nima? Ha, svet. Kladovkada bo'lishi kerak, svet bilan oyna. Svet qarab kelma, vaqt turaman. Bo'ldi, yur. Kladovkani olib chiqib turaman, bitta jitil bilan gaplashib kelishimiz kerak, homiylar bilan. Ha, kladovkani o'rganib, savol edi-ku. Assalomu alaykum, janob mer. Sen bekilding. Nima bo'ldi? Ha, aytmoqchi biz Mayk bilan do'kon ochdik qishlog'imizda. Kiyim do'kon, o'sha yerga o'tarsizlar. Shuni ogohlantirgani keluvdim. Yana nima ekanini ishtirok qilib dedim, yopib bormay. O'shanga. Mayk keldingmi? Yaxshimisizlar bolalar? Yaxshi, rahmat. Bo'ldi. Do'kon ochiblar, tabriklayman. Rahmat. Rahmat, bo'pti, biza keta qolaylik, janoblar, yurmay ketdik. Yur. Mer bilan unchalik yaxshi gaplashmaydi. Bu juda kam gapiradi. Oldingmi? Yaxshi. Ay. Buni qilamiz. Yaxshi narsalar biz beramiz, sanaqsin. Ham sotiladigan narsalarni ham o'zib tashlaymiz. Sotiladigan narsalarni, tablitkalarni kerak. Kim ham hali kuchayib ketgan eshikni almashtiramiz. Hali do'konimizni ikkinchi etajini ham ochamiz, balki filial degandek. Nima deysan? Svet qo'y. Hozir narsalarimiz ham kelib qolish kerak. Zakazlarimiz. Bo'liq hozir kelib qoladi. Kutyapman-da o'shani. Brat, nimalarni olib kelgan uchun tillarni maylamayapti. Uzr. Kechirasiz, hayajonlanib ketdim. Kiyimlarni olib berganingiz uchun rahmat. Mana xizmat haqqinglar, hozir pulingizni to'lab yuboraman. Mana, brat joningiz sog' bo'lsin, rahmat. Anaqa Mayk qaragan. Kiyimlarni olib kelishgan qarang, brat olib berdilar. Men mashinadan hozir tushirishdi. Ichkari yoptiramiz-da, o'g'il. Olamiz. Brat bitta yaxshi anaqa o'rib ketiring. Bo'lsiz. O'sham olamiz ularni. Kiyimlarni chiqarib olib. Yaxshi, brat pul chiqarsa. Oldini ketdik. Hozir ketishadi ular. Hozir to'xtab tur. Kassa nimalari ham bor, narsalar. Notebooklar, shunga narsalar. Lampi kassa qilsak, qarang. Krusha kassa bilan qarabdi. Mana zo'r chiqdi. Qarang, bunda o'tirsam, kiradi gapirsa. Notebook mana qoch. Bilmay qo'ydim. Zo'r chiqdi. Kiyimlarni, shkoflarni qara. Shkoflarni. Yaxshi turibdi lekin hozir. Bo'ladimi? Ha, bo'ladi. Hozir shkoflarni qizlarni Qizlargina bu tarafga qilaylik. nega? Rahmatga. Yaxshi qoldi. Bolalarni To'xtay, oldi shimlarni joylaylik, shimlarni mana. To'xtay, shimlarni mana ham kimlar qo'ysak, qayerga o'tarsiz? men o'tib bo'ladi yonida, bo'ladi. Do'kon sal kichikroq, shunisi bor. To'xtay, ham idealni qilish kerak o'zlarni. Bizga ham shkoflarni o'zim qo'yib boshqa. Shkoflarni shim turibdi hozir.
Mana bo'ldi. Qarang, mana ham kelinam, kiminam bilan qo'ysakda, boshqa teskari qilib qo'ydim. Haliga. Bolam kimlarni qo'ysaydi, qizlarniki, bolalarniki debdi. Kirganimda ko'z tushadi odammi? Tushing. Oblar ham tiya qolsan, amana ham sal suv kerak ekan. As. Men sal suyli mana shunda qo'yamiz. Bolalarnikini o'zimiz o'g'il bolalarniki jinsining ustiga o'tiradi. Oblar ham kimlarni qo'ysa, bir ham ismlarni qo'yamiz. Ko'rasiz. Ko'rasiz. Ben baştan koyuyorum beni kiliyor yaş kokuyor. Ben olmam diye konuştum. Toplanam. Toplanamızı beni bul. Yani elimden kışlar nasıl bunlar diye koş. Şimdi var ki önüne kaçtım. Şimdi hop şu kokuyor. İyi. Not koydum. Zor. Beni en zor buldu. Hop. Benim daha hasta. Ha benim kimyanım tüketiyor. Ha benim. Diyorum bir tutkayı. Hani en zor oldu. Çünkü musko şu yani zor tutuyor. Mana ke so'g'onami? Aslında ben şartta ben çok karayım zaten. Bütün turları var. Kumsa çıkıyor. Rahmetli. Ama koyamam ben iskele. Meşgullerle sizden çıkmasa turları aslında. Az çok değil mi? Ben kanat boriydi rahmetli. Hop ben bu çıkanı. Onu siz kassa geliyor kuruyor. Tutuyorlar yani. Tutuyorlar savaştık öyle. Ben kanat ben tutuyorum. Bakın. O böyle zor oldu. Kartalı tutuyor. Olay kartalı kaç bizi şöyle bütün toplum tamam Zeytinle dokanımız açıldı. Kiliyle kim dokan. Kiliyle kep kalıyla af kalıyla. Zamanlar dokanıma çok değerli dokanımız hiç dolu adam. Bize videomuzga like bosib kanalımızga obuna bo'lishni unutmanglar. Mayka o'zlarining kanallari bor, o'sha yerga ham kirib obuna bo'linglar.